Sizga ham qiziq bo'larmidi, nimaga Gollivud aktrisalari muhim tadbirlarda qilayotgan makiyaji bunaqa tekis yotmaydi. Uzoqdan hammasi ideal ko'rinadi, lekin yaqindan olingan kadrlar deyarli 80% aktrisalarda terisi makiyaj oqib ketganini ko'rishimiz mumkin va yig'ilib qoladi. Koreys aydollarida hammasi teskarisi, uzoqdan ideal ko'rinmasligi mumkin, lekin yaqindan olingan kadrlarning hammasida koreys ayollarining yuzi juda ham ideal bo'ladi. Men buni sababini topdim. Bitta koreys vizajisti makiyaj qilayotgandagi videosidan shuni ko'rdimki, koreys vizajistlari makiyajdan oldin alohida tayyorgarlik ko'rar ekan, ya'ni yuzni tayyorlar ekan. Amerikan vizajistlari bo'lsa faqat makiyajga e'tibor berar ekan va ko'proq primer, makiyajdan oldin ishlatiladigan har xil kremlarni ishlatishar ekan. Keling, hozir sinab ko'ramiz. Toza yuzga bu yarmini xuddi amerikalik vizajistlardagi faqat primer va ustidan ton suramiz. Bu yarmiga terimizni alohida tayyorlaymiz. Hozir qo'limda PDR izolyatsiya ampula terini juda ham kuchli namlantiradi. Glow effekt beradi. Shunaqa zo'r namlik bergandan terini tonini ham tiniq qilib qo'yadi. Mana biz tarafiga surdik. Menimcha o'zi bilinyapti. Bu taraf namligi oshganligi yaltirab turibdi. Endi ketidan xuddi shu rozvoy PDRli krem suramiz. Bu ham juda ham lehki. Bu tarafiga ham xuddi shu qo'shonni suramiz. Faqat teri tayyorlanmagan. Qaranglar. Bu tarafiga terini tayyorlamasdan turib, xuddi sretsiyada surmasdan turib, to'g'ridan-to'g'ri surdik qo'shonni. Endi bu tarafini qarang, bu tarafiga sivritka krem qilib ishlatdik. Glow effekt qarang, tekis yotishini. Bu yoqda qanaqa yotibdi? Bitta narsa ishlatilgan ikkala tarafiga. Agar rostdan farq sezildimi, yozinglar.